kuyib qolsa, kasalxonaga qachon borish kerak? Kuyib qolganda birinchi navbatda kuygan joyni soviting. Kuygan to'qimalar shishib ketadi. Shuning uchun kuyish joyi yonidagi taqinchoqlarni va qisib turadigan kiyimlarni yeching. Keyin kuygan joyga 20 minut davomida sovuq suv quying. Bu kuygan joyni muzlatib, tozalab, og'riqni pasaytirishga yordam beradi. Kasalxonaga borishni yoki uyda parvarish qilishni hal qiling. Jiddiy kuygan odam imkon boricha tezroq kasalxonada davolanishi kerak. 6 soat ichida. Kuygan odamlar boshida o'zini yaxshi his qilishi mumkin, ammo birinchi kun ichida kuygan teri orqali ko'p suyuqlik yo'qoladi. Ular uchun shokka tushish xavfi bor. Kasalxonaga borish kerak bo'lgan jiddiy kuyishga bolalar yoki qariyalarning kuyishlari kiradi. Bo'g'imlarning, yuzning, qo'llarning yoki jinsiy a'zolarning kuyishi hamda chuqur va katta kuyishlar. Chuqur kuyishlar ko'pincha olov yoki elektr toki tufayli yuzaga keladi. Kuygan joy quruq ko'rinadi va terini kuyishi jigar rangda yoki oq rangda bo'lishi mumkin. Bu kuygan joy tekkaningizda qattiq bo'ladi. Agar siz kuygan joyni bossangiz, u oqarib ketmaydi. Nervlar shikastlanganligi tufayli chuqur kuyish og'riqli bo'lmaydi. Katta kuyishlar tananing 10% dan ko'prog'ini qoplaydi. Odamning kafti va yopiq barmoqlari ularning umumiy terisining taxminan 1%ni tuzadi. Agar kuyish orqali terining o'zgargan joyi odamning kaftidan 10 marta kattaroq bo'lsa, ularni kasalxonaga olib boring. Elektr yoki kimyoviy moddalar ta'sirida kuygan yoki tutun yutgan odamlar doimo kasalxonada davolanishi kerak. Bu kuyish ayolning qo'lini o'z ichiga oladi va tirsagidan yuqoriga cho'ziladi. Bu jiddiy kuyish. Uni mahalliy shifoxonaga olib borish kerak. Kuygan joyni sovutib bo'lgach, uni toza va nam mato bilan yoping. Повязка bilan bog'lash qo'lni ko'taradi va uni qulayroq qiladi. Kasalxonaga ketayotib kuygan odamga parasetamol kabi og'riqni qoldiruvchi dori hamda tez-tez oz-ozdan suv berishingiz va uni issiq tutishingiz kerak. Eslab qoling, kuyishlar chuqur va katta bo'lsa, bo'g'imlar ustida, yuz va qo'lda, jinsiy a'zolarda bo'lsa, xavflidir. Bunday kuyganda darhol kasalxonaga boring.